Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga Angliya mamlakati bo'yicha qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida ishlar mana shu haqida video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, ma'lumotlar orasida ushbu mamlakatlarga borish uchun qancha xarajat ketiladi, qanday, qachon ro'yxatdan o'tiladi, xo'p, qanday ketish yo'llari bor va migratsiya agentligi, xususiy bandlik agentligi o'zingiz mustaqil ravishda ketish yo'llari bor va siz qaysi yo'lni tanlashingizga qarab qancha xarajat bo'lishi va qanday harakat bo'lishi, dokument topshirganingizdan so'ng viza necha oyda chiqishi, qancha xarajat qilasiz mana shu mamlakatga ishga borish uchun va hujjat topshirishingiz uchun qanaqa dokumentlar kerak bo'lishi, yozgi hamda qishki mavsumda qaysi yaxshi oylik maosh beradi-yu, qaysi mavsumda ish o'rinlari kamayib oylik maoshlar tushib ketadi va siz ishga bormoqchimisiz, nomzodlarga bo'lgan talab, yosh chegarasi, til talabi bo'yicha to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Video davomida o'ylaymanki yaxshi ma'lumot bo'ladi. Siz esa video pastida yoqdi belgisini bosib qo'llab-quvvatlashda davom eting. Xo'p, bu mamlakat Angliya mamlakati mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlarida 1 yilda 2 marotaba mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari bo'ladi. Qulupnay terish, meva terish, issiqxonalarda ishlash, hattoki ishlab chiqarish sohalarida ham ishlasa bo'ladi 6 oylik mavsumiy ishchi viza asosida. Xo'p, bu mamlakatga til talabi rus tili hamda ingliz tili. Nima uchun rus tili? Chunki ushbu mamlakat ish beruvchilarining ayrimlari rus tilini bilishadi va ular Ukraina, Polsha, Polsha hamda Belorussiya mamlakatlari ish beruvchisi hisoblanadi. Ya'ni rus tilini kim bilsa, mana shu ish beruvchilar bilan suhbat qilib, Angliya mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga jo'nab ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 2030-yilgacha migratsiya sohasi mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari Angliya to'g'risida yangiliklar ham bor. Mana shuni ham aytib o'taman. Xo'p, siz ushbu mamlakatga ishga bormoqchimisiz? Video kommentariyasida yoshingiz 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsangiz, yoshingiz, ism familiyangiz, hozir qaysi mamlakatdasiz? Agar chet elda bo'lsangiz, mustaqil ro'yxatdan o'tish havolasini ham yozgan kommentariyangiz ostida qoldiraman. O'zingiz bemalol kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Rus tili yoki ingliz tilida qaysida suhbat qilishni bilasiz? Mana shular haqida yozib qoldirsangiz, har bitta kommentariy yozgan odamning havolasi o'sha izohida yozib qoldiraman javob. Ya'ni Angliyaning migratsiya sayti havolasini ham tashlab beraman. Aslini olganda havolalar 5 ta, bittasini tashlab beraman, qolgani Telegram kanalimizda bo'ladi. O'sha yerdan bemalol olishingiz mumkin. Telegram kanaliga qanday o'tishni ham video davomida ko'rsataman. Xo'p, ushbu mamlakatga ishga borishning 3 ta yo'li bor. Birinchisi migratsiya agentligi orqali, ikkinchisi xususiy bandlik agentligi orqali, uchinchisi o'zingiz mustaqil ravishda hujjat topshirsangiz. Xo'p, ana endi ketish xarajatlarini ham aytib o'taman. O'zlari mustaqil ravishda dokument topshirmoqchi bo'lgan fuqarolar o'zlari migratsiya sayti orqali ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'ladi va to'g'ridan-to'g'ri Angliya ish beruvchilari bilan suhbat bo'ladi u yerda rus tili yoki ingliz tilida. Ketish xarajati faqatgina borish aviachiptasini sotib olsangiz, deylik $1200 dan $1400 bo'ladi. Bu yerda $200 orada farq qilyapti, sababi aviachiptani ko'tarilish va tushish narxi ham bor. Xo'p, endi migratsiya agentligi orqali ketmoqchimisiz? Sizni ketish xarajatingiz borish va qaytish chiptasini sotib olasiz va hujjatli ishlaringizga qilingan to'lovlar bilan birgalikda $1700, $1800, $1900 gacha bo'lishi mumkin. Bunda ham aviachiptalarni chiqib tushish oralig'i. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga qaysi tur davlatlarga bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xususiy bandlik agentliklari orqali topshirmoqchimisiz?
Deylik, migratsiya agentligi orqali ro'yxatdan o'tish ishlari tugadi va xususiy bandlik agentliklarida limit bor, ya'ni dokumentingizni topshirib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bunda esa ketish xarajati migratsiya agentligidan $500 qimmatroq bo'ladi. Sababi firma to'lovi bor bu yerda. Xususiy bandlik agentligiga firma to'lovini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi $1700 yoki $1800 ga $500 ni qo'shasiz. Deylik $2200, $2300, $2400 gacha bo'lishi mumkin. O'zbekistonda 30 ga yaqin xususiy bandlik agentliklari bor. Bularni hammasida emas, deylik 10 ta yoki 8 tachasida mana shunday Angliya mavsumiy qishloq xo'jaligi ishi bo'yicha ro'yxatdan o'tish ishlari bo'lib turadi. Hozirgi vaqtda esa migratsiya agentligida ham xususiy bandlik agentligida ham ro'yxatdan o'tish ishlari hozircha to'xtatilgan. O'zingiz mustaqil ravishda ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Shu video kommentariyasida mustaqil ro'yxatdan o'tmoqchiman, havola tashlab bering desangiz, men hammaga havola tashlab beraman. O'zingiz mustaqil ravishda o'tsangiz bo'ladi, chunki kuzgi mavsumga, qishki mavsumda o'zi ro'yxatdan o'tish ishlari boshlanadi. U yerdagi oylik maoshlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yozgi va qishki mavsumga keladigan bo'lsak, yozgi mavsumda ish ko'p bo'ladi, oylik maosh yuqori bo'ladi. $1800 dan $2200, $2300, $2400, hattoki eng yuqorisi $2700 gacha daromad qilishingiz mumkin bir oyda. Qishki mavsumda ishlar kam bo'ladi, havo sovuq bo'lgani uchun issiqxonalarga o'tiladi, ishlab chiqarishlarga o'tiladi va ishchilar soni o'sha vaqtda ham ko'p bo'ladi. Ayrim sohalarda ishchilar sonini qisqartirish sababli oylik maoshlar tushiriladi. Mana shu maoshga chidab ishlaydiganlar bo'lsa qolishadi, aks holda ish o'rinlaridan ayrilganlar esa o'z mamlakatlariga qaytib borishlari kerak bo'ladi. Ya'ni keyingi mavsumda hujjat topshirsalar bo'ladi. Qishki yozgi mavsum farqlarini ham aytib o'tdim. Qishki mavsum mart oyidan sentyabrgacha bo'ladi. Yozgi mavsum mart-fevral oylaridan boshlab sentyabr oyigacha bo'ladi. Qishki mavsum esa sentyabrdan mart oyigacha bo'ladi. Buni ham bilib oling. Xo'p, mana shu mamlakatga ishga topshirmoqchimisiz? Sizdan kerak bo'ladigan dokumentlar: qizil pasport, 3x4 fonda surat. Xo'p, uchinchisi sudlanmaganlik haqida dokument davlat xizmatlari markazidan olinadi va 4-inchisi oxirgi tugatgan ta'lim turi bo'yicha dokument, hujjat. 11 yillik maktabni tugatganlardan attestatingiz bormi deb so'rashadi. Kollej, litsey, universitet, institutni tugatganlardan diplomingiz bormi, bering deb so'rashadi. Mana shu dokumentlar. Agarda ixtiyoriy dokumentlar ham bor, kimdir qishloq xo'jaligi sohasida universitetda yoki kollejda o'qigan bo'lsa, qo'shimcha sizni imkoniyatingizni oshirish uchun diplomingizni topshirsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha imkoniyat: rus tili yoki ingliz tilida sizda sertifikat bormi? Mana shu sertifikatni ham dokumentlar orasida qo'shib berishingiz mumkin. Telegram kanalimizga obuna bo'lib oling. Telegram kanalimizga agar Angliya bo'lmaydigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Norvegiya, Finlandiya, Niderlandiya, Daniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Isroil mamlakati, Latviya, Litva, Estoniya, qolaversa 40 ga yaqin mamlakatlar tomonidan har kuni bo'sh ish o'rinlari taqdim etib boriladi. Bemalol dokument topshirishlaringiz mumkin. Yosh va til talabini aytib o'tadigan bo'lsam, bu ishlarga faqatgina erkak va ayollar 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'ida topshirishlari mumkin dokumentlarini va ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Til talabi ingliz tili, rus tili suhbat darajasida bilishlari kerak bo'ladi. Bo'ldi. Talablar mana shu. Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga xorijdan taqdim etilayotgan vakansiyalarni o'qib eshittiraman. Asosan ayollar uchun bo'ladi. Xo'p, agarda siz erkak kishi bo'lib videoni kuzatayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yoki Yevropadasiz, ayolingiz uchun ham munosib vakansiyalarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, asosiysi boshlayman. Xo'p, bizga taqdim etilayotgan vakansiyalar qaysi mamlakatdan va qanday kasb egalariga talab kuchli? Xo'p, Germaniya, Fransiya, Finlandiya, Italiya, Bolgariya, Latviya, Sloveniya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklaridan vakansiyalar taqdim etilgan va qaysi kasb egalariga talab kuchli? Bulardan birinchisi hamshiralik, akusherlik, feldsherlik hamda qishloq xo'jaligi ishlarida ish, xona tozalovchisi, ofitsiantlik, tikuvchilik, bola tarbiyachisi yo'nalishi bo'yicha mana shu sohalar bo'yicha ish o'rinlari bor. Oylik maoshlari, yosh talabi, til talabi hammasini sizga hozir to'liq o'qib eshittirishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi o'rinda boshlaydigan bo'lsak, Germaniyadan boshlaymiz. Xo'p, Germaniyada 8 oylik ish, 1,5-2,300 yevro oylik maosh, 21 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz kerak. Rus tilini muloqot darajasida bilishingiz so'raladi. Hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi.
Finlandiyada ham mavsumiy ish, oylik maosh 2000 euro, 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollar rus tili talab qilinadi. Xo'p, mana endi Fransiyada bola qarovchisi bo'ladigan bo'lsa, enagalar bo'ladigan bo'lsa, haftasiga 5 kun ish, kuniga 10 soat, oylik maoshingiz 1500 euro, 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollar, siz ya'ni hozir til talabini ko'radigan bo'lsak, ingliz tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi Sloveniyada ham hamshiralik 1200 euro oylik maosh, 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz kerak. 3 yillik ish tajribasi so'raladi. Tikuvchilarga bo'ladigan bo'lsa 850 euro ish haqi. Bolgariya mamlakatida 100 euro oziq-ovqatingiz uchun qo'shib beradi. Haftada 5 kun ishlanadi. Xo'p, ertalab 9 dan kechki vaqt soat 6 gacha. Rus tilini bilsangiz yaxshiroq. Tozalash ishlarida ayollar va erkaklar oylik maosh 1470 euro net dollarda to'lanadi. Xo'p, 20 yoshdan 40-45 yoshgacha, 55 yoshgacha ayol va erkaklar qabul qilinar ekan. Ana endi Germaniyada rasmiy ish. Nemis tilini bilishingiz kerak. 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz va oylik maosh sizga 3100 va 3600 bruttogacha to'lanadi. Brutto va netto farqini ham hozir sizga tushuntirib beraman. Mana shunaqa ish o'rinlari, agarda ko'proq ish o'rinlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu ish o'rinlariga bormoqchi bo'lsangiz, ushbu video kommentariyasida ismingiz, yoshingiz, chet tilini bilasizmi yoki yo'q? Mana shuni yozib qoldiring. Biz sizga agar nemis tili kerak bo'ladigan bo'lsa, rus yoki ingliz, italyan tili kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha til kursimiz havolasini tashlab beraman. Til o'rganish bepul, hech qanday to'lov qilmasdan bemalol o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi bu ishlarga ketish uchun talablarni aytib o'taman. Undan oldin brutto va netto farqini tushuntiradigan bo'lsam, Germaniyada sizga 3600 euro brutto to'lashdi. Bu solig'i olib qolinmagan summa. 3600 euro sizga berishadi. Endi menga solig'ni ber deydi davlat. 3600 eurodan 800 euro soliq to'laysan deydi. Siz 800 ni berasiz, o'zingizga 2800 euro qoladi. Xo'p, netto degan oylik maosh ham bor. Bunda sizga deylik 2200 euro netto ko'rinishida oyligingizni beradi. Bo'ldi, siz soliq to'lamaysiz deydi. Nimaga? Chunki siz to'laydigan soliqni olib qoldik va sizga mana shu 2200 euroni berdik. Bu netto. Ya'ni solig'i olib qolingan oylik maosh netto, solig'i olib qolinmasdan sizga beriladi va siz o'sha oylik maoshdan soliq to'laysiz. Mana shu soliq to'laydigan oylik maoshingiz brutto deb ataladi. Xo'p, endi mana shu ishlarga bormoqchimisiz? Sizdan talab qilinadigan hujjatlar birin-ketinligi. Birinchi o'rinda qizil pasport, ikkinchi o'rinda 3 ga 4 ko'rinishda oq fonda sizni so'radingiz. Xo'p, 3-o'rinda sudlanmaganlik haqida hujjat davlat xizmatlar markazidan olinadi. Xo'p, 4-o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz, maktab bo'ladigan bo'lsa attestat, universitet, kollej, litsey, magistratura bo'ladigan bo'lsa diplom so'raladi. Mana shu 4 tala hujjat. Hammasini ingliz tiliga tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana qo'shimcha hujjatlar, deylik ish tajribasi so'ralsa, ish tajribasi borligi haqida hujjatingiz, agarda sizda ixtiyoriy til sertifikati bo'lsa, mana shu hujjatni ham qo'shib qo'yasiz. Xo'p, sog'lig'ingizni so'rovchi dokument tayyorlab keling deysa, shahar tibbiyot bo'linmasiga borib o'zingizni tekshiruvdan o'tkazasiz. Sizni sog'lom deb topgan xulosani dokument tariqasida hujjatlaringiz orasiga qo'shib topshirasiz. Mana shu hujjatlar kerak bo'ladi. 4 ta majburiy hujjat, 3 ta ixtiyoriy. Xo'p, ana endi ketish xarajatlariga va viza turiga keladigan bo'lsak, viza 6 oydan boshlab 3 yilgacha beriladi. Xo'p, ketish xarajatlarini aytadigan bo'lsak, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya va Bolgariya mamlakatlariga siz Latviya mamlakatiga ishga bormoqchimisiz? Ketish xarajati $500 $1200 Xo'p, Germaniya, Finlandiya, Italiya, Fransiya mamlakatiga ishga bormoqchimisiz? Bu yerda ketish xarajati $1200 dan $2000 aylanishi mumkin. Nega? Bolgariya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklariga hujjat tayyorlash va ishga ketish oson. Sababi oylik maosh kamroqligi uchun, ikkinchi sababi u yerdagi ish beruvchilar ishga borayotgan va ishga kelayotgan nomzodlar uchun avia chiptalarni ham o'zlari yonlaridan sotib olib berishadi. Shuning uchun ham ketish xarajatlari ayrim holatlarda arzonroq bo'ladi. Agarda sizga birorta taklif bo'ladigan bo'lsa, birorta ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, qaysidir mamlakat haqida ma'lumot berish kerak degan bo'lsa, kommentariyada o'sha savolingizni yozib qoldiring. Keyingi video sizni savolingizga javob tariqasida
video ma'lumot bo'ladi. Sizlar bilan Asadbek Hasanov bo'ldi. Dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi. Ko'rishguncha salomat bo'ling.